Assalomu alaykum barcha podpischiklarimizga. Bugun men mana o'zimizda bog'imizda yana nima olib boraman. O'tgan safar sizlarga shiralarga qarshi dori sachib ko'rsatganim o'shalarning natijasi bo'lgan. Shiralarni olgan mana olmamiz. Erta bahorda fevral oyining o'rtalarida Andijon nimaga quvaga borib o'zim olib kelganman. Pink Lady Rosevi deydi. Mana oldin ko'rsatmagandim, men sizlarga ko'rsatyapman mana. Mana shu daraxt, shu erta bahorgi daraxt. Mana hammasi ko'klagan. Mana chiroyli qilib dorilarni sachib boryapmiz mana. Mana ko'karishlari yaxshi, mana olmamizni. Mana uzumni tagiga ekkanmiz. Bilcha uzumdan hosil olyapmiz. Chunki hali bular yoshligi uchun birdaniga uzumni kesib yubormaylik dedim. Mana shunaqa qilib ekkanmiz. 115 taga yaqin ko'chat ketgan. Mana natijalar zo'r. Uzumimiz ko'hlashlari ham yaxshi. Lekin mana olmalarimiz ham menimcha birinchi yilga ko'hlashlari yaxshi mana. Pink Lady Rosevi mana. Shiralarga qarshi ishlov berganmiz, ishlov berdik mana. Hammasini olibdi mana toza, bog'lasa. Mana ko'hlashlari yaxshi. Mana olma daraxtimiz. Har biriga qatorga 3 ekkanmiz, 13 qator ketgan. Uzunlasiga 13 qator ketgan. Mana bu daraxtimiz kivi nok, mana bu ham yaxshi ko'kladi, menimcha yaxshi. Mana bularga dorisini berganmiz, tagiga ko'mganmiz. Yaxshi mana. Kivi nok mana. Mana shu ekosi jicha ketishda qiynalyapti, lekin nimasini qilganmiz. Endi ajoyib emas. Nimagadir shu yutish qiynalyapti. Hali tagini chopib qo'yamiz. Ishga o'ylab qo'yamiz lekin. Mana bu beximiz, olma bexi mana. Olma beximiz ham yomon emas, ketyapti. Bu ikkitasini uchini kesib qo'ydim, 1 litrli qilamiz. Mana shirasi bor ekan, o'libdi, vaqtida sochdik. Mana bunisi ham yaxshi ketyapti. Nomiga shira tushgan ekan. Buni ham shirasini o'ldirdik. O'sish darajasi yaxshi. Buni ham 1 litrli qilamiz. Ikki tomonga bunday qilib yotkizamiz. 4 ta shoxi bor, yomon emas. O'rnashlar, bakini qaranglar, haligi suvdalarni solib, obработка qilganimizga qop-qora bo'lib. Vanderkot o'rigimiz. Bundan ham 5 dona ekkanmiz. O'sishlari zo'r. Mana yaxshi o'rnashibdi shu ham. Bunisi ham shu. Mana 1 litrli qilamiz, chiqaramiz, ikki yonga yotkizamiz. Endi o'zimiz tushungan holatda qilamiz. Bunisi ham yaxshi ketgan. Yomon emas. Bu yerdan kesganman, 1 litrli qilaman. Chiqib qolsa nima ketyapti, bularni ham shu holatda qilamiz. Bu ham mana Vanderkot o'rik. Vanderkot o'rik. Endi shoftolilar Big Ben. Mana shoftolimizdan Big Ben. Mana menimcha ketishlari zo'r. Mana yaxshi ko'klagan, mana zo'r shoxlayapti. Mana bunisi ham xuddi shunday yomon emas, ketyapti. Bunisi ham ko'klayapti. Mana bunisi ketmayapti turuvdi, yurmayapti turuvdi. Mana yuribdi. Mana shu holatda turgan edi mana. Hozir mana bu ham yurib qopti, xudo xolasa. Ko'z tegmasin, o'rnashibdi. Shunaqa qilib uzumimizni boqib yuborganmiz. Endi sekin shu haqda men sizlarga daqiq boraman.
qanaqangi dorilar solganimni keyingi nimalarda aytib boraman. Qanaqa qilib dori solganim va bu natijaga erishganim. Ketuvi nihoyat darajada a'lo. Mana ko'rgan bo'lsalaring, bugun 7-may kuni juda zo'r o'rnashgan. Endi har bir narsani ham batareyasi bo'ladi deydi. Bittaga bir donasi mana shu yerda sal nima bo'lib qoldi. Menimcha deyapman, bunga uzumga dori solganimda shu ko'proq bunga ta'sir qilganga o'xshaydi. Mana shu yerga dori solgan edim, orasi yaqin edi. Menimcha shuni ta'siri bo'yapti shekilli deyapman. Shu ko'hlagan joyida mana shu holatga kelib qoldi. Lekin menimcha shunga ta'sir bo'ldi shekilli. Qolganlari yaxshi. Mana qolganlari yaxshi, xudo xolasa. Keyingi safar bundanda chiroyli narsalarni men sizlarga ko'rsatib boraman. Salomat bo'linglar.